أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ey Allahqa, onun peygamberiga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, Allohning amr farmonlarini qabul qilinglar. Allohga osiylik qilmanglar. Payg'ambar alayhisalom ilib kelgan haq dinni qabul qilinglar. O'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga Allohga osiylik bo'lmaydigan ishlarda itoat qilinglar. Agar sizlar biror masalada ixtilof qilishib qolsanglar, sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu to'g'rida Allohning kitobiga va uning payg'ambari Muhammad alayhisalomning sunnatiga, ya'ni ish izlariga murojaat qilinglar. Allohning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun talash tartish qilishgandan va o'z ra'yinglar bilan ish ko'rgandan albatta yaxshidir. Natija e'tibori bilan eng go'zaldir.